Hürmetli vatandaşlarım, ahirki leksiyamiz. Xi Jinping'in bir cungu siyasi Şangan demokratiyasida nemeden direkt berdi mavzulu haber. 11. ayın 18. gün Amerika avazının Xitay tili programması e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlangan. Bugun bu xabarni vatandaşlarga tunishtiramiz. Washington 2 nafar saylanda g'alaba qilgan qonun chiqarish komitetining a'zolari qasam berish murosimida Şangan mustaqilligini tashabbus qilib, texnik köp demokratik turmuş talab qilgandan keyin Jungoning raisi Xi Jinping Beijing xalq sarayida nutq so'zlab, bundan keyin faqat birla Jungo bor deb ko'rsatdi. Demak, hozir Xi Jinpingning bu so'zdan qaraganda Şanganda bir davlat ikki xil tuzum degan narsa bekor qilindi. Asli bularning maqsadi bir davlat ikki xil tuzumni Şanganga, hatto Tayvanga tatbiq qilmoqchi edi. Hozir Tayvanga tatbiq qilish bunday bo'lsin, tatbiq qilingan Şangangdan buni yig'ishtir degan gap. Hozir faqat bir Jungo bor dedi Reis Xi Jinping. Reis Xi Jinping bunday ko'rsatdi. Davlatni parchalash bilan shug'ullanadigan barliq harakatlarga bütün Jungo xalqi qarshi turdi. Davlatni parchalash bütün Jungo xalqi qarshi turdi. Bu nima degan gap? Bir siyosiy partiya qarshi turdi desa bu bir gap. Bir siyosiy guruh yoki bir mazhab qarshi turdi desa bu muhim gap. 1 milliard 300 million xalq davlatni parchalash qarshi turdi desa, kim buning vakili bo'lib so'zlayotdi? Siz shu xalqning üstüdeki partiyanın vekili mi? Ya ki sizin partiyiniz şu halkı vekili bulamdı? Ya ki sizin hükümetiniz, ya ki sizin partiyiniz şu halktan sayılmadan ötken mi? Şu halktan kalışıdan ötken mi? Şu halktan makul buluştan hakimiyet beşiği kelgen mi, kelmegen mi? Bana bu sözler qarab oturup, andın bütün 1 milyar 300 milyon halkı vakaleten sözcüsünüz bulur. Bir adı bu hak ne mi degen? Hakның jutunu mening de bilish, hakның vatani mening de bilish. Tarixdan biri han davrdan tortib mening deb o'ylash bu katta gap. Shu gaplar bo'yicha sizlar vatgan. Şangan degan mustaqillik talab qilgan o'zining ixtiyorlik ish qil. Nima deydi Reis Xi Jinping? Butun Jungo xalqi qarshi turdi. Biz har qanday bir kishining, har qanday bir tashkilotning, har qanday bir siyosiy partiyaning, har qanday vaqtda, har qanday shakllar bilan Jungoning har qanday bir parcha zaminni Jungodan o'rib chiqib ketishga yo'l qo'ymaydi. Demek bunu aynı vaqtda Angliya elib ketgan Şangan, bugun Angliya qaytirib bergan Şangan. Demek o'ttirliqda elib, setilib, qaytirib berilib kelayotgan Şangan nima deysan, biz o'zimizning mustaqilligini talab qilamiz deyotdi hozir. Eninga nisbatan Reis Xi Jinpingning javobi yuqoriqada ekan. Demek boshqalarning zaminni bo'lib, bostirib, elib, qo'shib, elib üstdan turiyasiga mening deb atab olib, uni bo'lib chiqishi bo'lmaydi deb nutq so'zda shu ortoqlashdi. Şangan nisbatan aytganda uning bu so'zi gumoniy masalalarni hal qilish emas, balki texnik ko'p masala paydo qiladigan nutqdir. Şangan bu yildan boshlab saylovda o'tgan amaldorlarning bir Jungoga sodiq bo'lishini talab qildi. Chunki Şanganda qonun chiqarish komiteti saylanishdan burun nurg'unlagan tahlilchilar va kuzatuvchilar Şanganning siyosiy nishonidan gumon qilishga boshlagan edi. Gumon qilishga boshlagan. Şanganda murosim o'tkazilganda masalan saylanib, qonun chiqarish komitetining a'zolari saylanib, qasam berish murosimi o'tkazilganda Reis Xi Jinpingning bunday so'zni so'zlashiga haydakchilik qilgan sabab bo'lgan omillar balki qonun chiqarish komiteti saylamida o'tib chiqqan nativizmchi siyosiy partiya, Yoshlar siyosiy partiyasining 2 nafar vakili Liang Song Hen, Yu Hui Jun qasam bergan vaqti belgilangan qasam so'zdir. Hozir Şanganda o'tkazilgan qasam berish murosimidan xabar topgan Reis Xi Jinping Şangan to'g'risi yuqoriqadek so'zlab, buni o'zi boshqa joylarga dartmalagan. Yan so'ng qasam berganda Şangan Jungo emas degan edi. Ko'k bayroqqa xat yozib, balki Şangan millati degan so'zni qo'shib qo'ygan edi. Ko'k bayroqni ko'tarib, uning Şangan millati deb qo'shib bezib qo'ygan edi. Yu Huijin bo'lsa Jungo degan ismning inglizchisini China deb o'qidi. Ya'ni China emas, inglizchadagi China deb o'qidi. Ularning qasam berishni qabul qilinmadi. Şangan ma'muriyati hukumat qabul qilmadi, Markaz Beijing xalq vakillar qurultayimi qabul qilmadi. Ularning qonun chiqarish komitetining a'zosi bo'lish salohiyatimi bekor qilindi. Demak, xalq saylayotdi, uni xalq vakillar qurultayi bekor qilyotdi. Xalq bu kishilarni saylayotdi Şanganda, ma'muriy hukumat, rayonlik ma'muriy hukumat bekor qilyapti. Demak, shuningdan keyin
Şangangning qonuniga asoslanib, Shangangda qonun shariyalash boshlandi. O'shalardan ko'rishimiz kerakki, biz birla so'zlaydigan bir jumla so'zimiz yuqorida Rais Xi Jinping nim deb, bundan keyin birla jungo bordi. Bu keskin gap qo'shnami. Endi Shangangliklar keyin bir davlat ishg'ol tuzumi talab qilamdi yo'q. Demokratik harakatlarni yana qayta boshlamdi, davomlashtiramdi yo'q. Yani bu Şangang müstakilçiliği yakında paydo bo'lgan kuch to'play olamdi yo'q. Bu oldimizki ishlar. Lekin Ozarbayjonning Kompartiyaning Şangang tutgan muomalasi shundoq. Shundoqla bu muomaladan hozir Tibetlarga, Uyg'urlarga, Tayvanga tutgan muomala ekanligini ko'rib olib. Yaqinda bir ajablanadigan yerimiz shu ekanki, tunigillardan ayni vaqtda Shangangni o'tkazib berish vaqtida Shangang shahrining boshlig'i bo'lgan Ping Dingkang, Hanzhou ismi Ping Dingkang, angliyalik odam tunigillardan nim dedi? Shangangda mustaqillik talab qilishning o'zi bu hozir bir xato mujmal gap dedi. Bu gaplarga hayron bo'lamiz. Bir angliyalik odam, ya'ni Angliyada yashagan, Angliya hukmronlik qilgan Shangang rahbar bo'lgan odam. Sen uni o'tkazibding. O'tkazmagandan keyin bu mustaqillik talab qilsa bu xato deyishga zada qanchalik yaqin va sen hozir bu rayim bilan aloqang yo'q. Lekin shu narsani esimizga olaylikki, tunugun Angliya Yevropa ittifoqidan bo'linib chiqdi. Ping Dingkang efendi siz buni qanday qardingiz? Angliyaning Yevropa ittifoqidan bo'linib chiqish xato dedingizmi? Yoki 2014-9-oyning 18-kuni Shotlandiya Angliyadan chiqib ketamiz deb referendum umumiy xalq bilan tashildi. Shu vaqtda Ping Dingkang efendi siz qayerda edingiz? Ifoda bildingizmi? Qat'iy qarshi turaman dedingizmi, demedingizmi? Nima siz o'zingizga siyosatda mushundoq tatbiqlaysiz, ya'ni demokratik bir o'lgu bo'yicha ishlaysiz-ku, nima Shangangga kelganda buni xato demoqchisiz, Ping Dingkang efendi? Menimcha Shangang xalqi nima qilishni, nima deyishni o'zi biladi efendi.